Assalamualaikum. Qandaysizlar, amansizlarmi? Bizim videolarda ayağınca ko'rib turibsizlar. Ya qanchada otdingiz molda? 90 ming so'm. Bolasi urg'och ekan, qanchanchi bolasi? 4-chi bolasi ekan. Sütü bor ekan, ha? Qancha litr süt beradi? Qo'yimiz 8 litr süt beradi ekan. Cho'ng mol ekan, bolasi urg'och ekan. Ya molni qanchada otasiz? 110 ming so'm. Bolasi erkak o'xshaydi, ha? Qanchanchi bolasi? 3-4 bolasi. Birinchi mi? Bolasi erkak ekan. 110 ming so'm. Bo bo'ldimi? Bo'ldi ekan bu. Mana ekan. Ko'ringizlar. Jelinlari dag'i cho'ng ekan. Cho'ng ekan. Bolasi 110 ming so'm. 110 ming so'm. Bozoringiz bersin. Ya qancha ekan bu bolasi bilan? 100 ming. Bolasi erkak ekan, ha? Bo bo'ltova. Qancha litr süt beradi bular? Ha? 6 litr süt beradi ekan buna ekan. 6 litr süt beradi ekan. 6 litr qora. Qora sindu mol ekan. Qanchanchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekan. Aka şu qancha oldu? Qancha oldu aka? Qancha oldu? 72 ming so'm. Bolasi urg'och o'xshaydi. 72 ming so'm. Ya assalomu alaykum. Mol qancha ekan? Ha? 70 qanchanchi bolasi buni ol? Erkak ekan bu? Va? Urg'ochi bu. Sütü qancha? 5-6 litr beradi? Sütü 5-6 litr. Bo bo'ldi? Qanchaga? 63 mingga bermaydi ekan. Altmış üç ming so'm. Mana gel. Jelilleri ko'ringizlar. 63 ming so'm. Ya bu paradası qanday? Parada mı ol? Ha? Simentallo. Bolasi erkak mi? Bolasi. Qanchada otasan buni? 125 ming. Sütü bor? Sütü bor. Qancha litr beradi hozir? Bolasi emeti. Ha, Tolkada. 170 ming qayerdan 100 ming. Ha. Bo bo'ldi o'zi? Bo'ldi. Nega? Bolasi emeti ekan. Men qilgan bo'lsam yaxshi bo'lsa, qancha teshdik emas? 200 so'm. 500-600. Bolasi erkak. Aka, bu yerda da o'ta cho'ng uy bor ekan. Qanchada otasiz aka molda? 120 ming. Bolasi erkakmi? Qanchanchi bolasi? 3. Süt qancha beradi? Mo'yimizda qancha beradi? Sütni bilmayotgan bolaga. O'ta cho'ng uy ekan, biroq 120 ming so'm. Bolasi erkakmi? Bolasi erkak ekan. Ko'ringizlar, bolalarni solishtiringizlar. Bizni kommentariyga yozingizlar, like bosingizlar. Qanchada otasiz ekan molni? 100. Bolasi erkak. Qanchanchi bolasi? 4-chi bolasi. Qancha litr süt berdi hozir shuni? Saat 10 geç 10. 10dan berdi ekan. Aka ko'ringizlar. Molni. Qanchada otasiz molda? Taqsir molda. 110. 110 ming so'm. Cho'ng mol ekan. Bularga ko'ringizlar, bilingizlar, bolalarni solishtiringizlar. Jag'in ovqatdagi mol bozorda sizlarga to'liqmen chiqarib berdik. Like bosingizlar, bizning videolarni qo'llab qo'yingizlar.
20 oktyabr 2021 yil.